Botox olaman, ko'zim tagida ajinlar bor deyotgan aziz ayollarimiz, endi Botox olishinglarning hojati yo'q. Sizlarni o'ylagan holda zo'r mahsulot olib keltirdim. Nat plus qo'shilgan qizajonlar, nat bilasizlar, o'sha ajinlar uchun ishlaydi, boshqatdan tiklaydi terini. И plus retinoli bor, ko'rasizlar. Retinol ham ajinlarga ishlaydi, qora ishlarni ketkazadi, ko'z tagidagi, даже yuzdagi ajinlarga, peshanalariga ham sursanglar ham zo'r tortar ekan. Realni Botox effektini beryapti qizajonlar. Buni sinovdan o'tmagani uchun hali sotuvga qo'ymagan edim. Endi o'tdi. Realni qizajonlar zo'rligi uchun sizlarga hozir ochib ko'rsataman, qaranglar. O'zi hamchi shpris ko'rinishida, bekorga emas, bu ishlab chiqarilgan. Shpris ko'rinishida. Original Koreyaniki nat plus retinolli. Вообще zo'r ko'zdagi ajinlarni, qora ishlarni, bilasizlar, qora ishlarni hech qaysi kremnaqa zo'r ketkazib bera olmaydi, lekin mana shu 3-4 marta ishlatasizlar-yu, zo'r ketkazar ekan. Shishkalarni, ko'zdagidagi grija deyiladi, shunaqalarni, ajinlarni zo'r ketkazar ekan. Mazza qilib ishlatasizlar.